Assalomu alaykum azizlar. Hozir mana Xudo xolasa bu obyektimizda shogirdlar atachantaga tayyorlashibdi. Tiyagalarimizni polni yopishtirib, mayda oynalar terishib, orada natijali bo'ladi. Bittadan zinani joyi bo'ladi, bitta zina chiqib ketadi tepaga qarab. Ikkinchi etajga hozir vaqtincha ustini yopib turiladi, zina qilinadi bitga. Qolgan joylar devorlarimiz atachinta bo'ladi. Patologimiz o'rta natijnoy, bitta oynak, pat ustanovka qilingan. Hozirgi kunda trendga chiqqan. Bu xonamiz ham atachinta bo'ladi. Tagiga gruntovka ranglar berib qo'yamiz. Patologimiz bitta natijnoy bo'ladi o'rtasi. Bu yerda to'rda vensianskiy shkaturka bo'ladi. Xudo xolasa biz chiroyli qilib vensianka qilib beramiz. Tiyagalarimiz turli bo'lyapti. Xudo xolasa bitta rang sepib artib qo'yganmiz buni. Ustlariga bitta jemshug urib, keyin kerakli joylariga tilla ranglarni tegizib chiqamiz. Bu gullarimiz ham xuddi shunday bo'ladi. Bu lepkalarimiz o'rtasiga lenta tushadi, ikkili lenta. Tilla lenta yoki qora lenta qilamiz. Ko'ramiz buni. Uydagilar bilan maslahat qilgan holda Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Devorlarimiz xullas gruntovkalar tayyor. Gruntovka qanday bo'ladi? Bilganlarga gruntovka bu shunday bo'ladiki, shpagalaga tortilgan bo'lsa, devoringiz shkurka qilingandan keyin 7 ga bir oddiy gruntovka uriladi, ustidan vodimesonni qilinadi. Azizlar, bu eslatib o'tamiz, kimgadir ma'lumot bo'lib qoladi. Buning uchun devoringizga gruntovka emulsiyani yaxshi kuchli bo'lishi kerak. Oddiy arzonchi gruntovkalar, prosta gruntovkalar bo'lmaydi. Emulsiya ham xuddi shunday. Atachinton tagiga normal gruntovka, normal atachinton tagiga normal emulsiya urish kerak. Bo'lmasa o'zingiz qiynalasiz. Ertaga ishingiz otib beradi. Atachinton qilishda devor otadi, shpagalar ko'chadi. Qiynalishingiz mumkin. Shuning uchun yaxshi narsani, sifatli narsani ishlatsangiz, xudo xolasa chiroyli chiqaradi ishimiz. Inshaalloh. Bu yoqda televizion bo'ladi. Xudo xolasa betlarga bir narsalar qilib beramiz, chiroyli narsalar, ideyalar bor. Azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitirib topshiramiz. Tiyagalarimiz tayyor.